Mela hamma tarqalinglar. Bu yerda turish mumkin emas. Aylanaysidan yaxshimisiz, eson-omonmisiz? Palatada yotgan meni qudam bo'ladi. Kirib ko'rishim kerak. Mana bu qizi. Bu meni o'g'lim. Kirib ko'rsak maylimi? Iloji yo'q. Ketinglar hamma, tarqalinglar. Tarqalinglar dedim. Bo'lmaydi. Sizlar nariroq turinglar, hamsoyalar. Xo'p, deb qoling, bitta o'zim kirib chiqay. Yo'q, xolajon mumkin emas. Xola ruxsat berilmaydi. Xola mumkin emas. Bu yerda turmanglar, hamma tarqalsin. Ovqatni. Xola, oyimni yonlarida men borman. Ovqat yedim. Hamma narsa bor. O'ziga keldimi? Ha, hammasi yaxshi. Xavotirlanmang. Mayli. Xavotir olmang. Mayli, kutamiz. Kir deyishsa kiramizda. Ancha Hammasi yaxshi bo'lgan bo'lsa kerak. Hal qildim hammasini, ketdik. Aha, xo'p. Lo'lalarning turishini qara. O'rib olishibdi hamma yoq. Mayli, yuring. Yur. Moykaga tashlab qo'yasizmi? Nima seni sho'priyman? Mo'kiga ham men tashlashim kerak. Men boraymi bolalarning yoniga? Ha, bo'pti, xo'p, tashlab ketaman. Miyamni xotirmagan hozir. Bo'pti. Faqatchi Nima? chiroyli bo'lib keling, xo'p? Kostyum shimlada. Kiyimimga nima qilibdi? Yo, men boshqacha bo'laman-da. Qanaqa u boshqacha? Nima, bo'ying o'sib qoladi? Kelsangiz ko'rasiz. Meni o'zigimni oldingizmi? Bilmadim, olgan bo'lsam kerak. Voy. Nima deganingiz bu? Opamga yetuvdim, olgin deb olgan bo'lsa kerak. Hamma narsani opingiz hal qiladilar. Asabimni buzmagin. Nima farqi bor, opamdami, mendami? Baribir seni uyingga keladimi? Boshimni qotirishing shartmi shunga? Bo'pti, tezroq keling. Bo'pti, o'zi opam ham telefon qilibdilar. Sen uyingga kir, bo'pti. Mashinangni mo'ykaga tashlayman, keyin ketaman. Xo'p. Bizga kirgizsa kerak. Ali, sizni oyingiz chaqiryaptilar. Hammalar tarqalinglar. Men bularga shuncha aytdim. Ketishmadi, tarqalishmadi. Siz ayting, ketishsin. Xo'p. Nima qilamiz endi? Menga qaranglar. Bora qolinglar endi. Mana eshitdinglar, onam yaxshi ekanlar. Mana Najot men bilan. Kelganinglarga katta rahmat. Hammanglarga rahmat kelganinglar uchun. Mayli, hammamiz ketamiz, ertaga Endi kelamiz. boraveringlar. Xabarini berib turarsan, ha? Xo'p. Xola, mana o'sha aydonni ham olib keting. Mayli, ha, yur. Aka. Yur. Yuringlar, hamsoyalar, yuringlar. Sen shu yerda bo'lib tur. Men ichkariga kirib chiqaman. Bu narsa kerak bo'lsa edi. Bo'pti. Dadajon, sizni pensiya tushsa, men aytgan iPadni olib berasizmi? O'zi dodasini pensiyasi faqat shunga ketadi, ha? Voy shirinim, Seni qara. Assalomu alaykum dadajon. Alaykum assalom. Namuncha xayollading? Balinsaga olib bordim. Menga qara, bolam, nima bo'pti o'zi unga? Bilmasam, yurak xuruji deyishdi. Ay, tavba qildim-ey. Ha, nimaga kelibdi o'zi? Bilmayman. So'ramadim. Oyjon, Lo'li nimaga kelar edi? Tilanchilik qilib kelganda. Undan keyin eshikni quplab o'tirganinglar ma'qul. Ular chaqirib o'tirmasdan to'ppa-to'g'ri bostirib kirib kelaveradi shunaqa. Yo'q, bolam, tilanchiga o'xshamasdi-da. Quloqdagi zira-yu mana bu yerdagi taqinchoqlar
keyin kiyimlari tuppa tuzugida. Voy, tilanchi, bunaqa bo'lmaydi-ku. Mayli. Palakat. Qo'yinglar. Qizim, bor, ustuvashingni alishtirib chiq. Hali zamon qudala kelib qolishadi-ya. Bo'la qol, bolam. Xo'p, buvijon, Shahina yursena. Xo'p. Kiyimingni almashtir. Yuring. Bo'la qolinglar tezroq, qizlarim. Farzand dog'i katta musibat. Ammo Ko'raman. Milliy telekanalini. Mani-chi? Saniya. Oyi. Oyi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Yaxshi. Qo'rqitib yubordingiz. Yaxshiman. Xavotir olma. Akay. Akamni o'ylamang. Akam chiqadilar, ayblari yo'q. Siz hech nimadan siqilmang, oyi. Ano prokuror Usmonovni menga topga. Nima qilasiz, prokuror Usmonovni? Kim u, oyi? Men senga topib kelgan dedim, tamom. O'sha kuni uyimizga kelgan hamshirani bobosi bo'ladi. O'sha odamni topganda meni oldimga olib kel. Menimcha akam ishini u olib bormaydi. Mahmadana bo'lmagan. Topib kel dedim, tamom. Xo'p, oyi. Butun mahalla sizni ko'rishga kelgan, oyi. Bolnitsani boshiga ko'tardi. Hammaga javob bervar. Shundoq ham shifokorlar kirgizmayapti. Yaxshi. Poylab vaqtini o'tkazishmasin. Hammasiga javob bervar. Xo'p, oyi. Siz siqilmang. Kim bolasi u, oyi? Voy, kimmi bolasi? Prokurori bolasi. O'g'irlab keldim. O'g'irlading? Esing joyidami seni? Voy, nima bo'lishini bilasanmi endi? Qamalib ketishing mumkin. Oyi. Hech kim bilmaydi. Vodiyga ketaman, ketvoraman. Baqirmang, hamma eshitmasin. Men senga aytuvdim shu lo'liga erga tegmagin deb. Ertaga qamalib ketsang, men qizingni eplay olmayman. Oyi. Qo'rqmang, men qamalmayman. Nega meni erim tuhmat bilan qamalish kerak? Meni qizim nimaga otasiz o'sish kerak? Uli maza qilib yashaydi. Meni qizim otasiz o'sib yashaydimi? Yo'q. Mana endi bilsin. Bolaga zor bo'lib qanaqa yashashni. Ahmoqlik qilma qizim. Oborib ber. Oborib ber. Oyi. Ertaga qamalib ketmagin. Men senga aytdim shu lo'liga tegmagin deb. Oyi, erimga til tekkizmang. O'sha erim sizni o'zbek yigitlaringizdan yaxshi. Yurishingni qara, yurishingni qara. Butun xalqni yonida meni sharmanda qilding. Qarindosh urug'ni yonida boshimni ko'tara olmay qoldim. Ketaman shu izdan, oyi, xavotir olmang. Ket.
Ukang kelyaptimi, qizim? Kelyapman degani allaqachon edi. O'zingiz qilib ko'ring bitta. Ham sizdan qo'rqadi-da. Alo, assalomu alaykum. Alo. Labay dada. Eshityapman gapiring. Sen bolani tayining bormi o'zi yo'qmi? O'zimni emas, kelin ishlari bilan yuribman. Shuni hal qilishim kerak. O'zini tashab qo'ymayman-ku. Ketyapman. Xo'p. Tezlashgan kutib turibmiz seni. Tezlashgan o'g'lim. Xo'p. Nima dedi? Kelinni mommosi bilan yurganmish. Voy, aldayapti shuningiz bor-ku. Kelinda nima problema bo'lishi mumkin? Dadasi bor, dadasi bor. Hal qiladigan. Siz o'g'lingizga qopdimi kuni? Bu-chi? Ish qilib tinch yurgan bo'lsin shu o'g'lingiz. Qachon qarasam telefonda o'yin o'ynab o'tirgan bo'ladi. Kech-kecha o'yin o'ynab o'tirgan bo'ladi. Ish qilib qamorga aralashib qolmaganmikan? Ey, tavba degani. Buningizdan kutsa bo'ladi, dada. Yo. Ahmoq emas bu. Unaqa qilmaydi. Siz bilmaysiz-da, uningiz dada. Baba yaxshilab bitta tekshirib ko'rishingiz kerak. Mayli. Qachon ketib, qachon kelmoqchisiz yana? Bilmadim qizim. Hali hech o'ylab ko'rganim yo'q. Balki ketmasman. Ketmasligingiz ham mumkinmi? Hali nima qilibdi? To'ygacha ham qolasizmi? Qolaman kerak bo'lsa. Siz-a? Hazillashyapsizmi, dada? Hazil emas qizim. Aytimki, hali o'ylab ko'rganim yo'q. Balki qolib ketarman. Zo'r-ku. O'zi yosh oyijonimiz boshimizga yugurib kelolmaylarmi ish qilib? Qizim, haddingni oshmagin. Nima? Bekitmang, hammasini bilaman-ku, sirimiz yo'q-ku. Shu o'g'lingizga men ham bitta telefon qiling. Qil, telefon qil. Alo. Opa, jonga tegdingiz. Boryapman dedim-ku. Beting, dadamni jahli chiqib o'tiribdi mamta. Kallang joyidami seni? Qachon kelaman deganding sen menga? Boryapman, yo'q. Qachondan beri kelyapsan? Xitoydan kelyapsanmi? Amerikadan kelyapman. Bo'ldi, tushib turaveringlar, yetib kelib qoldim. Bizni tushiraylikmi? Ko'chada sarg'ayib turmaymizmi keyin? O'zingiz mashinangizda keting, men o'zim mashinamda ketaman. Kechki payt ishim bor, uyga tashlab qo'ymayman. Mana shu o'tkazib olaylik, men sen bilan kechqurun gaplashaman. Dadam ham gaplashadilar sen bilan. Bo'pti, qo'y, asabiyni buzma, kesin gaplashib olamiz. Yuring, tushiraylik, buni kutsak o'tiraveramiz. Yuring, dada. Tavba. Yo'q. Bu aniq o'sha qizni sevib qolgan. Yo'q. O'zgarib qoldi-yu, to'g'rimi? Hamshira qiz chiqsa, boshqa chaqaradi-ya. O'sha kuni tunda oralarida bir gap bo'lgan. Qarashlari boshqacha. Endi Najot menga uylanmaydimi? U qiz hamshira, o'qigan. Shoyda. Kim bilan gaplashyapsiz? Opa, tomim ketib qoladi. Najot o'ralashib qoldi. O'zgarib ketgan, opa. Bo'lishi mumkin emas. Men ukam senga uylanadi. Fotiha bo'lganmi? Nimadan qo'rqyapsan? To'y bo'ladi. Xavotir olma. To'y bo'ladi. Biz lo'limiz. Bitta gapiramiz. Najot o'zgarib qoldi, opa. Va yana Najot deydi-ya. Bola yaxshimi, opa? Yig'lamayaptimi?
Bolani nima aloqasi bor? Ha, tinchlikmi? Nimaga yetib ketgan ishimni qilmading? Nega men qilishim kerak? Nimaga qilmasliging kerak? Odam olib kelib qildiring. Voy, sen kelinmisan? Sen qilishing kerak bu ishlarni. Qilmayman. Nimaga sen meni bolamni tashlab ketsam qaramading? Nima uchun men qarashim kerak? Bolangizni men uchun tuqqanmisiz? O iflos asabimga tegmaga tushundingmi? Opa, Sen hozir opa, Hey, deqmang. nima Qo'y bo'lyapti? Nima bo'lyapti Ey, yerda? tursin. To'xta, nima bo'lyapti? Nima yetishmayapti senlarga? Qizingizda. O'shir hammang. Sen ham o'zi kir uyingga. Yo'qol uyingga hammang. Sen ham ket. Heddidoring o'lsin senlarni hammangni. Yeb to'ymaganlar. Shu o'ylab tursamchi, Joy. Rahmat. menga qarang. Shu kuyov tomon bilan hech qalin puli to'g'risida tortishmaylar, baraka topkurlar. Iltimos. Voy. Tog'ayni Fotihasiga borib shunaqa uyaldim, shunaqa tortishdi qalin pulini. Voy, ey. Qo'yinglar, unaqa qilmaylar, iltimos. Judayam xunida. Voy, oyi. Unaqa urf-odatlar qolib ketgan-ku. Kimga kerak bunaqa ahmoqgarchilik? Oyi, meni qizim bebaho. Menga pul kerak emas. Xavotir To'g'ri, olmang. bebaho. Voy, Mana buvijon. o'zim o'rgilib ketdik qizlarimdan. Buncha chiroylisizlar. Ko'z tegmasin. Meni ikkita atirgulim bor. Bittasi oq atirgul, ikkinchisi qizil atirgul. To'g'ri. O'rgilib ketingizlardan ko'z tegmasin. Juda yarashibdi bolalarim. Voy, biram ochilib ketdi bular. Qarang. judayam chiroyli. Xudoyim. Najot. Menga qara, senga bitta ish bor. Tuzumlar ham? Ha, yaxshilar. Ana u hamshira qiz bor-ku. O'shani uyga borasan. Hozir tushuntiraman uy qayerdaligini. Nega? Dodasi kerak. Oyim so'rayaptilar. Xo'p. Xullas, uyga borasan. Dodasini yerri tegidan bo'lsa ham topasan. Tushundingmi? Qanaqa qo'nmasa-chi? Bu yog'i senga bog'liq. Bo'ldi, xo'p. Qanaqa bo'lmasin topib olib kel. Ko'ndir. Tushundingmi? Adresini tushuntiraman, qara. Chorsu bozor. O'shani ro'parasida ikkita dom bor o'zi. Shu ro'paradagi dom. O'sha yerdan surishtirib topib olasan. Tushundingmi? Hozir olib kelish kerakmi? Ha. Bo'ldi. Bo'pti, bor. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xudo yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu Ha, kuyov bola yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va Assalomu alaykum alaykum. assalom. Xush kelibsizlar o'rgilik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy, Xush kelibsizlar. Ovora bu. Qani? Kelibsizlar. Qani, Marhamat. qolinglar, beringlar. Qani, yuringlar. Bunaqa bola. Kuyov bola, kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bu senga. Rahmat. Gul qani? Gulam bo'lish kerak edi. Ha, Keyingi safar olib kelaman. bo'pti. Namuncha chiroyli bo'lib ketdi. O'zi. Bo'pti, siz kiravering, men hozir kiraman. Xo'p. Tezroq. Xo'p. Yaxshi yuribsizmi Xudoy? Ishlaringiz yaxshimi? To'y harakatlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat, yaxshi. Ha, yashang. Siz yaxshimisiz? Rahmat. Omonmisizlar? Rahmat. Yaxshi Xudoga o'tiribsizlarmi? shukr, Xudoga Nevaralar, shukr. hamma sog' Rahmat. salomatmi? O'zinglar yaxshi keldinglarmi? Yo'lda charchamadinglarmi? Rahmat.
2 kunga zo'rg'a javob berishdi. Bir amalab yetib keldim. Rahmat, baraka toping. Rahmat sizga. Nimaga keldingiz? Menga dodang kerak. Dodamga o'la. Ayamma mazasi yo'q, olib borishim kerak. Iltimos chaqirib yubor. G'alati ekansizlar sizlar o'g'illar. Uyimni qayerdan topib keldingiz? Menga dodang kerak. Nima qilyapsiz? Iltimos qilma. Xo'p, qo'yib yuboring eshikni. Uyda mehmon bor, chiqolmaydilar. Kasal so'rayapti dommi? Voy, qo'lingizni oling. Eshikni yoping, chaqiraman. Chaqir kirmayman. Dodajon, Labay. sizni so'rab kelishibdi. Kim? Anu ertalab Lola ayol keluvdi-yu, o'shani o'g'li. Iye. Ha mayli. Kutib tursin, chiqaman hozir. Ha, menga qara. Kelini qo'llariga uzuk taqmaysanmi? Esdan chiqibdi. Zaki! Sekinroq. Nima qiling? Labay. Hozir. Sen xohlagandek, brilliant. Tabriklaymiz. Baxtli bo'linglar. Baxtli bo'linglar. Baxtli bo'lgin. Rahmat dodajon. Baxtli bo'lgan qizim. Rahmat dada. Tabriklayman, baxtli bo'linglar. Baxtli bo'lgan qiz. Rahmat oyijon. Xudo, uzr. Mayli, bemalol. Men hozir. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Dada, hozir. Nimaga? Assalomu alaykum. Va alaykum. Doda, sizga iltimos bilan keldim. Ostonada turma, kir. Nima deysan? Ayam kasalxonadalar. Sizni so'rayaptilar. Ayang kim? Halima aya. Taniysizmi yo'qmi bilmadim. Sizni tanirkanlar. Sizda zarur gaplari bor ekan. Hozir Fotiha ketyapti. Nabiramni Fotihasi. Hozir bora olmayman. Ertaga ertalab kelgin, birga boramiz. Xo'pmi? Ulgurmasligi mumkin, doda. Iltimos. Ular jonlantirish bo'limida yotibdilar. Zarur gaplari bor ekan. Bo'lmasa kelmasdim. Balkim ulgurmay qolishimiz mumkin. Iltimos doda, bugun boring. Hozir chiqaman, turib tur. Ha? Nega kelding? Seni yoningga kelganim yo'q. Xo'p, uyni qayerdan topding? Senga nima? Men senga savol berdim, savolga javob ber. Savolga javob berishni o'rgatishmaganmi? Ey, yo'qolay. Hozir bir nima qilib qo'yaman. Yag'ir. Iltimosim bor edi. Mayli. Shuni oldingizdan o'tmoqchi edim. Mayli, eshitaman. Bizni maqsadimiz to'yni ixchamroq qilsak. O'zingiz bilasiz, shuncha isrofgarchilikni hech kimga keragi yo'q-u, baribir ham odamlar shuni qilgisi kelaveradi. To'g'ri, orzu-havasimiz bor, yo'q emas. Lekin orzu-havas shu faqat tog'ara, nog'ara bilan bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? O'zingiz bilasiz. Juda to'g'ri o'ylabsiz, Xudo. Biz ham shu haligi isrof bo'lishiga qarshimiz. Ixchamgina qilish tarafdorimiz. Ixcham bo'lsin-da. Rahmat sizga. To'g'ri o'ylabsizlar. Bundan rosa xursand bo'ldim. Mehmonlar. Voy. Uzr. Ketishga to'g'ri kelib qoldi. Bir odam og'ir ahvolda kasalxonada yotibdi.
borib ko'rmasam bo'lmaydi. Sizlar bemalol o'tiringlar. Ha, xo'p. Bu kuyovim, kelinning otasi, qizim. Onasi, bemalol gaplashib o'tiringlar. Mana ayolim o'zi qaraydi sizlarga. Nasib bo'lsa men albatta sizlarni mehmonga chaqiraman. Rahmat, behijolat. Uzr. Xo'p, rahmat. Men ham ular bilan borib kelaman. Mayli bolam, mayli. Yana bir marta uzr. Xo'p. Yaxshi borib keling dada. Yaxshi, Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi boringlar. Tavba, tinchlik bo'lsin ish qilib. Quda, Labbay. bir pas hovliga chiqsak. Xo'p, Toza bemalol havoga. yuring. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Hey, dodasini ishi shunaqada. Nafaqada bo'lsalar ham odamlar hech tinch qo'yishmaydi-da. Shunda vaqtda ham yana chaqirib qolishdi. Endi bujon, Kimsan Usmonov prokuror bo'lgan bo'lsalar, hammaga kerak bo'ladilar-da. Shogirdlariga bir maslahatlari kerak bo'lib qolgandir-da. Prokuror deysiz-a? Undan ko'ra haydovchi bo'lganlarida agar mana shunaqangi tantanalarda, bayramlarda, qizim, zaminam yayrab o'tirgan bo'lardilar. Yo'q. Bitta ham bayram ular bilan birgalashib o'tirib hech o'tmaydi. Bir pasda kimdir chiqib chaqirib ketadi. Ko'ryapsizmi? Nimasini aytasiz, qizim? Ba'zida bilasizmi? Xoh ishoning, xoh ishonmang. Kechalari kelmaganlarida ishminam ovora bo'lib saharda kelardilar-da. Shunda men qo'rqqanimdan qaynanam rahmatlini yonlariga kirib yotardim. Hoy, nimaga qo'rqasiz bujon? Prokuror uyi bo'lsa, apashim uchib o'tmasa kerak? Voy. Shunaqa deysiz. Sizlarga hech kim yomonlik qilishga menimcha haddi sig'masa kerak. Ha, qizim. Yomonlik avvalo Xudoni o'zi asrasin-u, lekin yomonlik qilaman degan odam yo'lini topadi baribir ham. Xudoni o'zi asrasin. Qizim, choying sovib qolmadimi? Hozir yangilab kelaman. Mayli bolajonim. Ana shunaqa. Ha, kampir sho. Gapni ham oladi. Prokuror bo'lgani uchun tekkansan. Shopir bo'lganda tayyormiding? Hamma yering tillaga burkangan, pichog'ing moy ustida bo'lsa kerak. Davru davron surib yashagansan. Meni rahmatli onam ko'rgan kunlarni 10dan birini ham ko'rmagan bo'lar. Ada pul bering, maroj degim kelyapti. Qanaqa marojni? Salom berish yo'qmi birinchi, ha? Temang bolaga. Nima bolaga unaqa gapirasiz? Arog'izga pul topiladi-yu. Bitta marojni olib berishga pulingiz yo'qmi? Sen menga ovozingni ko'taryapsanmi? Temen. Yo'q, qol, gap qaytarma. Urmen. Buvijon. Ho. Men siz oldingizda o'tirsam maylimi? Voy, o'zim o'rgilib ketdi. Menga qara Shahinaxon, buncha chiroyli ko'ylaklarni kiyib oldingizlar. Men sizgacha zo'r sovg'a olib qo'yganman. Qolib ketibdi. Keyin safar olib kelaman, xo'p? Xo'p. Asal qiz. Buvijon. Labbay. Men sizni yoningizda o'tirsam bo'ladimi? Bolajonim, bo'lmasam-chi, u aynga o'tirganda adang kelgandan keyin sekin chiqib ketasan, xo'p? Xo'p. O'zim o'rgilib ketdim. Voy baraqa. Ke. Biror nima yeysanmi? Olinglar. Oling qizim. Yo'q, semirib ketaman deb qo'rqyapsizmi? Parhezdamasmisiz? Voy, hozirgi yoshlar hammasi ozaman deb parhez qilishyapti. Oling, o'rgiling, oling. Oling, bemalol yeyavering. Hali menga yetib olishingizgacha ancha bor. Bo'ldi. Olinglar o'zinglar ham.
Keling bu yoq tarafda. Do'da. U yoqqa hammamiz kirgizmaydi. Bo'lmasa bir o'zim kiraman. Xo'p bo'ladi. Men qara. Sen lo'lilachi. Oyog'ini tagida o'ralashaverib odamni ezib yubordilaring-ku. Bir qarasa uyga yetib kelasan, bir qarasa qallig'imga yopishasan. Endi dodaga o'tib oldilaring. Maqsading nima o'zi? Menga qara. Chakagingni o'chir. Senga tegayotganim yo'q. Sen ham menga tegma. Ichi-chavog'ing sallaqib qo'yaman. Nima qilib qo'yasan? Bo'ldi, tushundim. Men sen Lola bilan hali boshqa joyda gaplashaman. Menga telefon qil. Ko'rishib olamiz. Seni hali vizitga ham bormi? Qaysi do'konda o'g'irlading? Yo uynikimi? Asli Lo'lalarda hatto ro'zg'orni ham ayollar hal qiladi-yu. Yo gapim to'g'ri. Sen bilan hazillashmayman. Fotiha kuning azaga aylanishi mumkin hozir. Bo'ldi, men senga yaxshima demayapman. O'zingda bo'rgan. Gap ko'tara olmaydigan bo'lib qolding. Kiyo. Telefon o'zingniki bo'lsa hali gaplashamiz. Assalomu alaykum. Chaqirtirgan ekansiz. Habibni qutqaring. Kim u Habib? Sizni o'g'lingiz. U qamoqda. Men o'g'lim? Qanaqasiga? Lola meni o'g'lim bo'lishi mumkin emas. Ancha oldin 35 yil oldin o'g'lingiz yo'qolganmidi? Yo'qolgan. Siz qayerdan bilasiz? Lo'lilar hamma narsani biladi. U tirik. Chunki uni men o'g'irlaganman. Xo'sh. Bu bemor o'z ajali bilan o'lmaganligi aniq. Tekshirish kerak. Ustoz. Shu yerdamisiz? Ha, tinchlikmi? Yangam qo'ng'iroq qildilar. Bormasangiz bo'lmaydi. Nima bo'ldi? O'g'lingizni hovlidan koleskasidan o'g'irlab ketishibdi. Nima? Nimalar deyapsan? Qachon o'g'irlaydi? Kim o'g'irlaydi? Bilmayman. Shoshganimdan so'rashga ham ulgurmadim. Shoshib keldim oldingizga. Ustozning yoniga bor. Tuman kasalxonasida bo'ladi dedilar. O'shanga oldingizga qarab yugurib kelaverdim. Tushunarli. Qani yur ketdik. Yuring. Erimni begunoh qamalganligi alam qildi. Shuning uchun shu ishni qildim.
bolangizga umuman zarar yetkazmadim. O'z bolamdek ko'rdim. O'zim tarbiya qildim. O'g'lingiz qamoqxonada. Uni qutqaring. Iltimos sizdan. Men bolamga onalik mehrini berganman. Sizlar lo'lilar hammalaringiz aferistsizlar. Meni aldayapsiz. Bolangizni qamoqdan olib chiqishim uchun shuni o'ylab topdingizmi? Ishonmasangiz tayinli qiling. Tekshiring. Aldayotganim yo'q. Bolam qutqaring iltimos. Iltimos. Qamoqda qolib ketmasin. Bitta umidim shundan. Agar qamalmaganda men sizga bu haqiqatni aytmasdim.